Assalomu alaykum aziz YouTube tomoshabinlar, aka-ukalar. Mana xudo xolasa yana bir chiroyli sifatli darvozamizni Farg'ona viloyati Miston tumaniga olib kelib o'rnatib berdik. Stampovka darvozamizni. Darvozamizni materiallari haqida tushuntirib o'tamiz. Stoykaliklari 8 ga 6, 1.7 lik halilikda bo'ldi. 6 ga 4, 1.5 lik halilikda bo'ldi. Listlarimiz 1.3 lik bo'ldi. Mana joylariga nejaviga yopishtirib berdik. Zamoklarimiz yaxshi zamokda o'rnatib berdik. Kichkina eshikchasi bo'ldi. Mana bu tomonda kattasi. Bunisi 4 metrga 287 razmerda bo'ldi. Hop. Eni 4 metr, bo'yi 287 bo'ldi. Ikkalasi bir xil bo'lib, xudo xolasa chiroyli bo'lib joyiga o'rnadi. Darvozamiz 1 kvadrat metrini 750 ming so'mdan 650 ming so'mgacha o'rnatib beryapmiz. Materiali qalin yuqasiga qarab. Xudo xohlasa O'zbekiston bo'ylab dastavka stanovka xizmatimiz ham bor. Kimga shunaqa sifatli chiroyli darvozalar kerak bo'lsa, ekranning pastki qismida telefon nomerlariga bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Xudo xolasa darvoza zo'r tushdi joyiga. Kimga kerak bo'lsa doim aloqadamiz akalar, ukalar. Salomat bo'linglar.